ba'zi bir xatolarimiz, ba'zi bir gunohlarimiz uchun Alloh shu dunyoni o'zida musibat berib qo'yadi. Musibat berishdan maqsadi Alloh shu dunyoni o'zida shu qilgan gunohimiz uchun musibat bergan yaxshiroq u dunyoda bergandan ko'ra. Dunyoda keladigan musibatlarga xafa bo'lmasligimiz kerak. Shu yo'qchilikka, qiyinchilik, mashaqqat, sinov keladi, bunga xafa bo'lmasligimiz kerak. Bunga xursand bo'lishimiz kerak. Nimaga? Chunki o'sha musibatlarni Alloh bermasdan turib u dunyoda beradigan bo'lsa eng yomoni. Mana masalan Fir'avnga Alloh taolo dard bermagan. Fir'avnni hattoki tishi ham og'rimagan. Alloh ularga dard bermagan. Nimaga? O'sha beradigan dardini sababidan birorta gunohiga kafforat bo'lib qolishni Alloh istamagan. O'shaning uchun dard bermagan. Ularning azobini hammasini qiyomatga olib qo'ygan. Alloh o'shaning uchun bizni ham o'shalardan bo'lib qolishimizdan o'zi asrasin. Keladigan musibat, mashaqqat yo'q, hammasi bu yaxshilikka. Alloh taolo o'zi yaxshi